Hop, assalomu alaykum qadrli traderlar. Davom etamiz. William Gann texnikasi bo'yicha tillarni analiz qilishdi. Demak, bozorda juda ham kuchli shtorm davom etmoqda. Tilla burni rost qilishda davom etmoqda. Demak, mana ko'rdinglar, kechagi kunning o'zida 3000 punkt demak bozor o'sgan. Bir kunning o'zida bu juda ham kuchli volatillik. Bunaqa paytda iloji bo'lsa agar risklarni katta qilmasdan demak ehtiyot bo'lish kerak. Hop, demak oldingi videomda 55 mingga zonaga kelishini taxmin qilgan edim. Bozor demak bu zonaga ham keldi va уже ko'ryapsizlar, bu zona ham уже probu bo'lish arafasida. Уже bilmadim, hamdaqa sham yana ko'rishimiz mumkin. То есть keyingi уровень 59000, то есть 5948 ekan. 5948 где-то plus minus 6000 ga ham borishi mumkin bunaqa o'sishda. Kuzatish kerak. Bir soatlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, bir soatlik time frame'da уже biza demak mana bu joylarda kecha taxminan prognoz bergan edik. Bozor yana dalniyshiy rost bo'lishiga va mana bu yerda Telegram kanalida mana ko'ryapsizlar. Telegram kanaliga tashlaganman, что bozor tak 5288 va 5217 zonalardan tepaga ketishga demak taxmin qilgan edim va shunday ham bo'ldi. Xo'p, endi hozirgi holat bo'yicha bizada nima holat bo'lyapti? Bizada mana ko'ryapsizlar, mana уровенimiz hali то есть proboy bo'linmagan, zakrepleniya bo'lmagan 55, то есть 5577 va agar tepada zakrepleniya bo'ladigan bo'lsa, уже скорее всего keyingi уровень bizada 5650 ekan. Demak bu уровеньdan уровеньgacha bo'lgan masofa 730 punkt ekan. Demak ko'ryapsizlar, mana kechani o'zida mana bu yerda srazi 3 ta demak ketma-ket уровень proboy bo'lgan. Hop, kuzatishda davom etamiz. Like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.